Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Shahrisabz davlat pedagogika instituti matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasi o'qituvchisi Jovliyeva Gulshanoy. Bugun sizga chekli uzluksiz kasrlar haqida ma'lumot bermoqchiman. Bugungi mavzuyimiz ikkita rejadan tashkil topgan bo'lib, birinchisi uzluksiz kasrlar haqida tushuncha va ikkinchisi defant tinglamasini uzluksiz kasrlar yordamida yechish. Birinchi bo'lib siz bilan chekli uzluksiz kasr nima degan savolning javobini topish bilan shug'ullanamiz. Ushbu sizga ko'rinib turgan butun sonlar ko'rinishidagi ifoda chekli uzluksiz kasr yoki zanjirli kasr deyiladi va bu kasrlarni qisqacha ushbu ko'rinishda yozishimiz mumkin ekan. Va Yevklid algoritmidagi berilgan sonlarimiz uzluksiz kasrning mahrajlari va bu sonlarimiz esa to'liqsiz bo'linmalar va pastdagilari esa aniq bo'linmalar deyiladi. Endi ushbu berilgan kasrga mos munosib kasrlarni topish masalasini ko'radigan bo'lsak, bu yerda delta 0 0-chi tartibli, delta 1 birinchi, delta 2 ikkinchi va delta n n-chi tartibli munosib kasrlar deyiladi va ushbu p(n) taqsim qo'yin ifodamiz a taqsim b kasrini ifodalaydi. Va bu tengsizliklarda berilgan a taqsim b kasr ikkita qo'shni munosib kasrlar orasida joylashganligi va tartib oshgan sari bu qo'shni kasrlar surat va mahrajlari orasidagi interval kichrayib borishi ko'rinib turibdi. Shuning uchun ham bunday kasrlarni biz munosib kasrlar deymiz. Ketma-ket 3 ta munosib kasr surat va mahrajlari uchun k teng 2 dan boshlab quyidagi bog'lanish o'rinli. Agar shartli ravishda ushbu ifodalarni qabul qilsak va u holda barcha munosib kasrlar uchun quyidagi sxemani yordamida topish mumkin ekan. Endi ushbu mavzuyimizga doir misolni ko'rib chiqadigan bo'lsak, berilgan sonlarimiz uzluksiz kasrga mos kasrni topish bilan shug'ullanamiz. Buning uchun biza ushbu formula yordamida p0 va hokazo p5 larni va pastdagi formula yordamida esa q0 dan boshlab q5 gacha ifodalarni topib jadvalga joylashtirsak, u holda pastdagi kasrimiz 64 taqsim 25 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Endi biz defant tinglamasi va uning yechimi bilan shug'ullansak, ax plus by teng c ko'rinishidagi tinglama defant tinglamasi deyiladi. Va bu tinglamaga mos misol ko'radigan bo'lsak, ushbu tinglamani butun sonlar to'plamida yeching deyilgan. Buning uchun biza defant tinglamasiga mos keltirib olishimiz uchun oldidagi minus ishorani x sonni oldiga qo'yib, ax plus by teng c ko'rinishidagi tinglama agar a va b sonlarimiz o'zaro tub sonlar bo'lsa, u holda ushbu formula orqali topiladigan butun yechimlarga egaligini ko'rishimiz mumkin. Buning uchun ushbu kasrga mos munosib kasrlar topiladi va ushbu algoritm yordamida munosib kasrlar jadvalini tuzib olamiz. Va bu jadvaldan ko'rinib turibdiki, demak bizaga oxirgi sonlarimiz 44 va 29 lardan foydalanib xususiy yechimlarni topamiz va bu xususiy yechimlarga mos umumiy yechimimiz ushbu ko'rinishda bo'ladi. Demak, masalaning yechimi topildi. Biz bugungi darsga mo'ljallangan tushunchalarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.